3 kishi ekanmiz. 3 ta marujna olishimiz kerak. Necha pulgina olamiz? 7 minglik. O, 3 kare 7 nechi? Men qo'man. Tirik qol. Ichki xotirjamlik. Inner peace. Suzugui, Nima kerak senga po? menga ko'paytirishni o'rgating. Ko'paytirishni qilasan? Men do'stlarim oldida uyalib qolyapman. Unda boshladik. Quloq sol po. Ko'paytirishni o'rganish uchun birinchi karra jabdan yo'llash kerak. Karra jabdan yo'llash eng oson yo'li qo'limizdan foydalanish. Masalan, 3 karra 4 ni ko'paytirmoqchi bo'lsam, bitta barmog'im bukib 4 ta barmoq qilaman, 3 ta barmog'ni bu tomonda qoldiraman. Mana. Birinchi 4, 8, 12. Demak 4 karra 3 12. Agar 6 karra 4 kerak bo'lsa, bitta barmoq 6 qilaman, 4 ta barmoq qoldiraman. 6, 12, 18, 24. Demak 4 karra 6 24. Agar senga 7 karra 3 kerak bo'lsa, barmog'im 7 qilaman-da, 3 ta barmoq qoldiraman. 7, 14, 21. Demak 7 karra 3 21 bo'ladi. Ana shunaqa oson. Ha, yaxshi, rahmat. O, karajallarni o'rgandingmi? Ha, o'rganib oldim. 7 karra 3 nechi? 7 14 21. 7 kare 5chi? 7 karra 5 7 14 21 28 35. Deb atadim.